Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Universal Rohila kanaliga xush kelibsiz. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib bo'lgan taomlardan biri, demak, mehmonlar kelganda dasturxonimiz bezagi, uyimizdagilar uchun demak, mazali taomlardan biri yaxna taomi, ya'ni xolodez tayyorlaymiz. Demak, azizlarim, xolodez tayyorlashga kirishdik. Unda keling birgalikda tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Demak, sho'rva holatiga keltiramiz. Molning tuyog'i 1 dona, menda 1 kilogramm go'sht, tovuqning go'shti, mana shu go'shtlardan solib, ko'piklarini olib sho'rva holatiga keltiramiz. Demak, sabzi, lavroviy list, piyoz solib, miltiratib, qaynatib qo'yapman. Ozroq tuz ham soldim. Azizlarim, demak, sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi sabzilarni ko'tarib olaman, go'shtlarni ham ko'tarib olganman. Ozroq qismini demak, xolodez tayyorlashga kirishyapman azizlarim. Demak, sho'rvasi 1 litrdan sal ziyod. Men azizlarim, bunga demak, bu xolodezimizga ozroqgina jelatin solmoqchiman. Demak, 100 milligram qaynab sovigan suvga 15 gram demak, jelatin solib, yaxshilab mana shunday aralashtirib qo'yapman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Demak, qaynab sovigan bo'lish kerak 100 milligram. Ana endi ko'rib turganlaringizdek, bedana tuxumlarni mana shunday tozalab olganman, hamda zaytunlardan foydalandim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Zelyoniy garohlardan foydalandim. Gulcha holatlariga keltirdim sabzilarni. Mana go'shtlarni maydalab olyapman azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana demak, jelatinimiz qotib qolgan. Ana endi mikrovolnovkaga qo'yib, uni eritib oldimda, mana shunday bulyonga solib yubordim. Uni yana yaxshilab aralashtiraman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Demak, bu yerda bulyonimiz 1 litrdan sal ziyod. Demak, jelatinli massani solib yubordim. Ana endi mana shunday idishga ko'rib turganlaringizdek bedana tuxumlarni terib oldim, hamda sabzilarni ham terib oldim. Sabzilardan gulcha yasadim, zaytunlarni terib oldim, hamda zelenlardan foydalandim. Ana endi go'shtlarni maydalab to'g'rab, ozroqgina bulyon solamanda, mana ko'rib turganlaringizdek. Yana ham mana shunday ko'rib turganlaringizdek, mana shunday go'shtlarni sepib chiqaman. Yana bir bora bedana tuxumini mana shunday yonboshiga qo'yib chiqaman azizlarim. Bu sizning xohishingizga qarab. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Sabzilarni ham qo'yib chiqdim, zaytunlarni ham qo'yib, mana bu bulyonimizni yana bir bora solaman. Hamda 2 dona oddiy tuxumdan ham foydalanganman. Demak, bu yerda 8 dona bedana tuxumi hamda 2 ta kattaroq oddiy tuxum, tovuqning tuxumidan foydalandim. Mana azizlarim, tayyor xolodezimiz. Endi muzlatgichga qo'yamiz. Bir kechada. Mana endi muzlatgichga turdi. Mana bir kechayu bir kunduz deganday muzlatgichga turdi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana xolodezimiz tayyor. Ana endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Asta-sekinlik bilan mana, demak, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi xolodezimiz mana ko'rib turganlaringizdek hamma tomonlari to'g'ri, tekis. Demak, bedana tuxumlari ham ko'rinib turibdi. Sabzilari, gulchali sabzilarimiz ham ko'rinib turibdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday kesib mehmonlarga albatta tortamiz, hamda dasturxonga qo'ysak ham bo'ladi azizlarim. Yoqimli ishtaha tilab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha g'oyibona deb qolaman. Sog' salomat bo'lasizlar azizlarim. Albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham ajoyib, mazali bo'ladi.
ko'rishguncha deb qolaman azizlarim.